Assalomu alaykum hurmatli pensionerlar, nafaqa oluvchilar va ularning yaqinlari. Bugun men sizlarga sentyabr oyida pensiya olish jadvali qayta tuzilgani haqida juda muhim ma'lumotlarni tushuntirib beraman. Bu masala har bir pensionerga, nogironlik nafaqasi oluvchilarga, o'quvchisini yo'qotgan oilalarga, bank kartasi orqali pul oladiganlarga ham, naqd pulni pochta orqali oladiganlarga ham bevosita tegishli. Eng muhim jihati shuki, jadval o'zgarganda odamlar ko'pincha pensiyam kechikdimi, menga pul tushmaydimi, hujjatimda muammo bormi deb xavotirga tushadi. Men bugun aynan shu savollarga aniq va oddiy tilda javob beraman. Iltimos, hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar vaqtida eshitilsa, pensiyalar ortiqcha sarson bo'lmaydi, navbatda turmaydi va o'z haqini qanday tartibda olishini oldindan biladi. Avvalo, masalaning ildizini tushunib olaylik. Pensiya har oy bir xil tartibda to'lanadi deb o'ylaydiganlar ko'p. Umumiy qoida bo'yicha pensiya har oyda tayinlangan tartibda bank kartasi yoki pochta orqali yetkazib beriladi. Lekin amalda har oyda dam olish kunlari, bayramlar, bank ish kunlari pochta bo'limlarining yuklamasiz, moliyalashtirish sanalari va hududiy yetkazib berish grafiki bor. Shu sababli ayrim oylar jadval avvalgidek qoladi. Ayrim oylar esa qayta tuziladi. Sentyabr oyida jadval qayta tuzilgan deganda bu hamma pensionerning pensiyasi kamayadi yoki to'xtaydi degani emas. Bu birinchi navbatda to'lov sanalari va yetkazib berish tartibida o'zgarish bo'lishi mumkinligini anglatadi. Masalan, ilgari bir mahallada pensionerlar pensiyani oyning 5 kuni olgan bo'lsa, sentyabrda bu sana 6 yoki 7 kunga surilishi mumkin. Yoki bank kartasiga pul tushishi odatda oyning boshida bo'lgan bo'lsa, ayrim hududlarda mablag' bosqichma-bosqich o'tkazilishi mumkin. Bunda asosiy sabab pensiya tartibli, navbatisiz va xatolarsiz yetkazishdir. Oldin qanday edi? Ko'pchilik pensionerlar o'z tajribasiga qarab har oy taxminan bir kunni eslab qolgan. Menga har oy 4 kuni tushadi. Bizning mahallaga pochta 8 kuni keladi. Kartaga odatda tushlikkacha pul keladi. Lekin bu sana har doim qo'nim bilan mutlaq kafolatlangan bitta kun emas. Amaliyotda bu hududiy grafik bank tizimi, pochta ro'yxati va moliyalashtirish ketma-ketligiga bog'liq. Endi esa sentyabr oyida shu grafik qayta ko'rib chiqilgani sababli ayrimlar pulni odatdagi kundan oldinroq, ayrimlar esa bir necha kun keyinroq olishi mumkin. Endi eng muhim savolga o'tamiz. Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar esa tinch kutishi mumkin? Agar sizning pensiyangiz bank kartasiga tushadigan bo'lsa, birinchi navbatda kartadagi balansni tekshirib turasiz. Lekin har yarim soatda bankomatga borish, bankka qo'ng'iroq qilish yoki mahalladagi inspektorni bezovta qilish shart emas. Chunki kartaga pensiya tushishi ko'pincha bir vaqtda emas, banklar kesimida bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Bir bankda ertalab tushsa, boshqasida tushdan keyin yoki kechga yaqin ko'rinishi mumkin. Ba'zan SMS xabar kechikadi, lekin pul karta hisobida allaqachon bo'ladi. Shuning uchun faqat SMS ga qarab xulosa qilmang. Mobil ilova, bankomat yoki bank operatori orqali hisobni tekshirish kerak. Misol uchun, Toshkent viloyatida yashovchi 68 yoshli pensioner har oy 5 kuni 20 million 2 ming so'm pensiya oladi deylik. Sentyabrda jadval qayta tuzilgani sababli uning mahallasidagi to'lovlar 5 kundan 7 kunga ko'chirilgan bo'lishi mumkin. Bu holatda pensioner menga pensiya berilmadi deb darrov xulosa qilmasligi kerak. Agar uning hujjatlari joyida bo'lsa, bank kartasi ishlayotgan bo'lsa, pensiya tayinlanishi bekor qilinmagan bo'lsa, pul albatta belgilangan yangi grafik bo'yicha tushadi. Yana bir misol. Farg'onada yashovchi ona boquvchisini yo'qotganlik nafaqasini 2 farzandi uchun oladi. U odatda pochta orqali naqd pul olgan. Oldin pochtachi oyning 9 kuni kelgan bo'lsa, sentyabrda pochta yetkazib berish grafiki mahallalar bo'yicha qayta taqsimlangan bo'lishi mumkin. Bir hududda keksalar soni ko'p, boshqa hududda nogironligi bo'lgan shaxslar ko'proq. Yana bir joyda bir nechta ko'cha bitta pochtachiga biriktirgan bo'ladi. Shuning uchun pochtachi 9 kuni emas, 10 yoki 11 kuni kelishi mumkin. Bu kechikish emas, qayta tuzilgan grafik bo'yicha yetkazib berish bo'lishi mumkin. Kimlar alohida e'tiborli bo'lishi kerak? Birinchidan, yaqinda pensiyaga chiqqanlar. Chunki yangi pensionerlarning ma'lumotlari tizimga kiritilishi, bank rekvizitlari tekshirilishi, birinchi to'lov hisob-kitobi qilinishi kerak. Masalan, fuqaro avgust oyining oxirida pensiya yoshiga yetib hujjat topshirgan bo'lsa,
sentyabrda u 1-martda to'lov kutayotgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda oddiy jadvaldan tashqari tayinlash sanasi, hujjatlar to'liq topshirilgani, bank kartasi ochilgani va pensiya jamg'armasi bazasida ma'lumotlar tasdiqlangani ham ahamiyatli. Ikkinchidan, bank kartasini yaqinda almashtirganlar ehtiyot bo'lishi kerak. Ayrim pensionerlar kartaning muddati tugagani uchun yangi karta oladi, lekin pensiya organiga yoki bankka rekvizit o'zgarganini aniqlashtirmaydi. Natijada pul eski karta hisobiga yo'naltirilishi yoki to'lov vaqtincha ushlanib qolishi mumkin. Agar siz avgust yoki sentyabr oyida kartangizni almashtirgan bo'lsangiz, bankka borib yangi karta pensiya to'lovlariga ulanganmi yoki yo'qmi? Albatta tekshiring. Uchinchidan, yashash manzilini o'zgartirganlar. Masalan, pensioner Samarqanddan Toshkentga farzandining uyiga ko'chib kelgan, lekin ro'yxatdagi manzili o'zgarmagan. Agar u naqd pensiya olayotgan bo'lsa, pochtachi eski manzil bo'yicha borishi mumkin. Bank kartasida bunday muammo kamroq bo'ladi, lekin pochta orqali naqd pul oluvchilarda manzil juda muhim. Shuning uchun ko'chib o'tgan pensionerlar mahalla pochta bo'limi yoki pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, qaysi manzil bo'yicha xizmat ko'rsatilayotganini aniqlashi kerak. 4-dan, ishonchnoma orqali pensiya oladigan oilalar. Ba'zi pensionerlar betobligi, nogironligi yoki uzoqda yashash sababli pensiyani farzandi, turmush o'rtog'i yoki boshqa yaqiniga ishonchnoma orqali oldiradi. Bu yerda ishonchnomaning amal qilish muddati juda muhim. Agar ishonchnoma sentyabr oyida tugagan bo'lsa, jadval o'zgargan ustiga hujjat muddati muammosi chiqadi. Natijada odam pensiya kelmadi deb o'ylaydi. Aslida esa pul bor, lekin uni olish huquqini tasdiqlovchi hujjat eskirgan bo'ladi. Endi kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar sizning pensiyangiz yillar davomida bank kartasiga tushib kelayotgan bo'lsa, kartangiz amal qilayotgan bo'lsa, yashash manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa, hujjatingizda muammo bo'lmasa, faqat sana 1-2 kunga farq qilgani uchun xavotirga tushmang. Jadval qayta tuzilganda bu odatiy holat. Ayniqsa oy boshida dam olish kunlari yoki texnik yuklama bo'lsa, to'lovlar navbat bilan o'tkaziladi. Endi e'tibor berilishi kerak bo'lgan istisnolar va ko'pchilik sezmaydigan nozik jihatlarni tushuntiraman. Birinchi nozik jihat. Pensiya miqdori va pensiya sanasi bir xil narsa emas. Jadval qayta tuzilgani pensiya summasi qayta hisoblandi degani emas. Agar siz oldin 20.500.000 so'm olgan bo'lsangiz, sana o'zgardi deb summa avtomatik kamayib qolmaydi. Summaning o'zgarishi faqat alohida asoslar bo'lganda yuz beradi. Indeksatsiya, qayta hisoblash, ish staji bo'yicha qo'shimcha hujjat, ortiqcha to'lovni ushlab qolish yoki qonuniy chegirma bo'lsa, jadval esa to'lov qachon yetib borishini bildiradi. Ikkinchi nozik jihat, SMS xabar kelmasligi pul tushmadi degani emas. Bank tizimlarida SMS xizmati alohida ishlaydi. Ba'zan hisobga pul tushadi, lekin SMS bir necha soatdan keyin keladi. Ba'zan telefon raqami o'zgargan bo'ladi, SMS eski raqamga ulangan bo'ladi. Masalan, pensionerning kartasiga 1.800.000 so'm tushgan, lekin telefon raqami farzandining eski raqamiga ulangan. Pensioner esa menga xabar kelmadi deb o'ylaydi. Shuning uchun hisobni tekshirishning bir nechta yo'lini bilib qo'yish kerak. Uchinchi nozik jihat. Bankomatda naqd pul bo'lmasa, bu pensiya tushmagani anglatmaydi. Oy boshida ko'p pensionerlar birdaniga pul yechishga chiqadi. Bankomatda vaqtincha naqd pul tugashi mumkin. Bu holatda karta hisobidagi pul joyida turadi. Siz boshqa bankomatdan, bank kassasidan yoki to'lov terminali orqali xarid qilib foydalanishingiz mumkin. Ayniqsa yirik shahar va tuman markazlarida oy boshida bankomat oldida navbat bo'lishi tabiiy. Keraksiz navbatda turmaslik uchun avval balansni tekshirib, keyin pul yechishga boring. 4-chi nozik jihat, pochta orqali pensiya oluvchilar uyda bo'lmasa, to'lov qaytib ketishi mumkin. Masalan, pochtachi belgilangan kunda keladi, pensioni esa shifokorga ketgan bo'ladi yoki qarindoshinikiga chiqqan bo'ladi. Pochtachi 1 marta topmasa, keyingi grafik bo'yicha yana kelishi yoki pensioner pochta bo'limiga borib olish kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun sentyabr oyida jadval o'zgargan bo'lsa, o'z mahallangiz bo'yicha taxminiy kunni oldindan bilib oling va o'sha kunlarda uyda bo'lishga harakat qiling. 5-chi nozik jihat, qarz yoki ijro hujjatlari bo'lsa, pensiyadan ushlab qolish bo'lishi mumkin. Ba'zi odamlar pensiya kam tushganini jadval o'zgarishi bilan bog'laydi. Aslida esa aliment kredit bo'yicha sud qarori, kommunal qarzlar yoki boshqa ijro hujjatlari asosida qonuniy ushlab qolish bo'lishi mumkin.
Agar sizga odatdagidan kam pul tushsa, birinchi navbatda bankdan yoki tegishli tashkilotdan operatsiya tafsilotini so'rang. Pensiya jamg'armasiga borib, nega jadval o'zgardi deb so'rashdan oldin. Pul aynan qayerda va nima sababdan ushlanganini aniqlash kerak. 6-nozik shart. Nogironlik pensiyasi yoki nafaqasida tibbiy ko'rik muddati muhim. Agar nogironlik guruhi muddatli belgilangan bo'lsa va qayta ko'rikdan o'tish vaqti kelgan bo'lsa, to'lovda vaqtinchalik to'xtash yoki aniqlashtirish bo'lishi mumkin. Bu jadval bilan aralashib ketmasin. Masalan, fuqaro har oy 2 million so'm nogironlik pensiyasi oladi, lekin uning tibbiy xulosasi sentyabrda qayta tasdiqlanishi kerak. Agar hujjat vaqtida yangilanmasa, muammo to'lov sanasida emas, asosiy hujjatning o'zida bo'lishi mumkin. 7-nozik jihat. Chet elga chiqib ketgan pensionerlar. Agar pensioner uzoq muddat chet elda bo'lsa, ayrim holatlarda tiriklikni tasdiqlash, ishonchnoma yoki bank kartasidan foydalanish masalalari paydo bo'ladi. Farzandlar ko'pincha otamning kartasiga pul tushmayapti deydi. Lekin pensionerning o'zi qayerda, hujjatlari qanday holatda, karta kimning qo'lida, ishonchnoma bormi? Bularning hammasi tekshiriladi. Shuning uchun chet eldagi pensionerlar o'z to'lov holatini oldindan aniqlashtirib turishi kerak. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich tushuntiraman. Birinchi qadam, vahimaga tushmang va o'z odatiy sanangizdan 1-2 kun o'tishi bilan darrov pensiyam to'xtadi deb xulosa qilmang. Sentyabr oyida jadval qayta tuzilgan bo'lsa, bu eng avvalo sanalarga ta'sir qiladi. Lekin 5-6 kun o'tib ham pul tushmasa yoki pochta kelmasa, albatta tekshirishni boshlash kerak. Ikkinchi qadam, pensiyani qaysi usulda olayotganingizni aniqlang. Agar bank kartasiga olayotgan bo'lsangiz, kartangiz amal qilish muddatini tekshiring. Kartaning old tomonida oy va yil yozilgan bo'ladi. Agar muddat tugagan bo'lsa, bankka boring. Agar karta faol bo'lsa, balansni tekshiring. SMS kelmagan bo'lsa ham, bank mobil ilovasi, bankomat yoki bank kassasi orqali hisobni ko'ring. Agar pul tushgan bo'lsa, masala hal. Agar tushmagan bo'lsa, keyingi qadamga o'tasiz. Bankdan hisob harakati yoki ma'lumot so'rang. Ba'zan pensioner pul tushmagan deb o'ylaydi, lekin karta orqali avtomatik to'lov, kredit yechimi yoki boshqa ushlab qolish bo'lgan bo'ladi. Bank sizga qaysi kuni qancha pul tushgani va qayerga sarflangani bo'yicha ma'lumot bera oladi. Bu ma'lumot bilan keyin pensiya jamg'armasiga murojaat qilsangiz, savolingiz aniq bo'ladi. 4-qadam, pochta orqali olsangiz. O'z hududingizdagi pochta bo'limiga yoki mahalla mas'ullariga murojaat qiling. Bizning ko'chaga sentyabr oyida pensiya qaysi kuni yetkaziladi deb aniq so'rang. Faqat pensiya qachon bo'ladi deb umumiy so'ramang. Mahalla nomi, ko'cha nomi, pensionerning familiyasi va to'lov turi bo'yicha aniqlashtiring. Agar pochtachi kelganda siz uyda bo'lmagan bo'lsangiz, pulni qayerdan va qachon olishingiz mumkinligini so'rang. 5-qadam. Pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilganda hujjatlarni to'liq olib boring. Sizda pasport yoki ID karta bo'lishi kerak. Agar bank kartasi orqali olayotgan bo'lsangiz, karta rekvizitlari yoki bank ma'lumotnomasi foydali bo'ladi. Agar ishonchnoma orqali olayotgan bo'lsangiz, ishonchnomaning asl nusxasi va muddati tekshiriladi. Agar nogironlik pensiyasi bo'lsa, tibbiy hujjatlar, nogironlikni tasdiqlovchi ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Agar boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi bo'lsa, farzandlar hujjatlari, o'qish ma'lumotnomasi kabi hujjatlar zarur bo'lishi mumkin. 6-qadam. Murojaat qilganda savolni yozma va aniq shaklida bering. Masalan, men falon familiyali pensionerman. Pensiyani bank kartasi orqali olaman. Sentyabr oyi uchun to'lov odatda falon sanada tushardi, hozircha tushgani yo'q. To'lov holatini, yuborilgan sanasini va bank rekvizitlari to'g'riligini tekshirib berishingizni so'rayman deb ayting. Agar pochta orqali bo'lsa, sentyabr oyi uchun naqd pensiya qaysi grafik bo'yicha yetkazilishini va mening manzilim ro'yxatda bor yo'qligini tekshirib berishingizni so'rayman deb murojaat qiling. 7-qadam. Farzandlar pensioner ota-onasiga yordam berishi kerak. Ko'p keksalar mobil ilovadan foydalana olmaydi, bankomatdan balans tekshirishni bilmaydi yoki rasmiy tashkilotga borishga qiynaladi. Farzandlar ota-onasining kartasi muddati tugamaganini, telefon raqami to'g'ri ulanganini, SMS xizmati ishlayotganini, ishonchnoma muddati o'tmaganini tekshirib bersa, juda ko'p muammo oldindan hal bo'ladi. Lekin bu yerda ehtiyot bo'ling. Pensionerning kartasi va PIN kodini begonalarga bermang.
Hatto tanish odam bo'lsam, karta ma'lumotlarini telefon orqali aytmang. Pensiya puli keksaning asosiy daromadi, uni himoya qilish kerak. 8-qadam. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Jadval o'zgargan paytda ayrim noma'lum shaxslar telefon qilib, pensiyangizni tez tushirib beramiz. Karta raqamingizni ayting, SMS kodini yuboring. Yangi jadvalga kiritish uchun pul to'lang deb aldashi mumkin. Hech qachon SMS kodini hech kimga aytmang. Bank xodimi ham, pensiya jamg'armasi xodimi ham sizdan telefon orqali maxfiy kod so'ramasligi kerak. Pensiya olish uchun navbatni tezlashtirish bahonasida pul berish ham noto'g'ri. Rasmiy tartibda pensiya belgilangan grafik bo'yicha to'lanadi. 9-qadam. Agar pul haqiqatan ham kechiksa murojaatingizni qayd ettiring. Og'zaki so'rab chiqib ketish bilan cheklanib qolmang. Sizga murojaat raqami, qabul qilingan sana yoki mas'ul xodimning javobi kerak bo'lishi mumkin. Bu keyinchalik masalani kuzatish uchun muhim. Ayniqsa katta summa, bir necha oy uchun to'lov, qayta hisob-kitob yoki hujjatdagi xato bo'lsa yozma iz qoldirish zarur. 10-qadam. O'z pensiya summangizni nazorat qiling. Har oy qancha tushayotganini yozib boring. Masalan, daftar tuting. Sentyabr 1.600.000 so'm karta orqali 7 sana. Keyingi oy oktyabr 1.600.000 so'm 5 sana. Shunda biror farq bo'lsa darrov bilasiz. Ko'pchilik pensionerlar aniq yozib bormagani uchun oldin ko'proq edi shekilli deb taxmin qiladi. Taxmin bilan esa muammoni hal qilib bo'lmaydi. Aniq sana, aniq summa va aniq to'lov usuli bo'lsa, mas'ul idora ham tezroq tekshiradi. Yana bir amaliy misol keltiraman. Aytaylik, pensioner ayol 1.400.000 so'm pensiya oladi. U sentyabrda 1.200.000 so'm tushganini ko'rdi. U darrov jadval o'zgargani uchun kamaydi deb o'ylamasligi kerak. Birinchi bankdan ko'chirma oladi. Ko'chirmada 1.400.000 so'm tushgani, 200.000 so'm esa kredit yoki boshqa avtomatik to'lovga yechilgani ko'rinishi mumkin. Demak, pensiya to'liq tushgan. Muammo boshqa joyda. Aksincha, agar ko'chirmada haqiqatan 1.200.000 so'm pensiya sifatida tushgan bo'lsa, unda pensiya jamg'armasidan qayta hisob-kitob sababini so'rash kerak. Yana bir holat. Pensioner erkak naqd pensiya oladi. Pochtachi kelmadi deb o'yladi. Aslida jadval bo'yicha pochtachi 6 kuni kelgan. Pensioner esa bozorda bo'lgan. Keyin pochtachi boshqa mahallaga o'tib ketgan. Bunday vaziyatda pensioner pochta bo'limiga borib, o'zini tanishtirib, pasport bilan pensiyasini olishi yoki qayta yetkazish kunini kelishishi mumkin. Shuning uchun menga bermadi deyishdan oldin. Yetkazish kuni va uyda bo'lgan-bo'lmaganingizni aniqlang. Yana bir muhim tavsiya, rasmiy ma'lumotni faqat ishonchli manbalardan oling. Mahalladagi gap so'z ijtimoiy tarmoqlardagi tasdiqlanmagan xabar. Tanishlarning taxmini sizni adashtirishi mumkin. Kimdir ammaning pensiyasi 10 kun kechikar ekan deydi. Kimdir faqat kartaga tushar ekan deydi. Yana kimdir naqd berilmas ekan deb vahima tarqatadi. Bunday gaplarga ishonishdan oldin bank, pochta, mahalla yoki pensiya jamg'armasining rasmiy ma'lumotini tekshiring. Har bir hududda grafik farq qilishi mumkin. Shuning uchun boshqa viloyatdagi odamning sanasi sizga to'g'ri kelmasligi mumkin. Demak, sentyabr oyida pensiya olish jadvali qayta tuzilgan eng avvalo to'lov sanalari va yetkazib berish tartibiga taalluqli. Bu pensiya bekor bo'ldi, kamaydi yoki hammaga bir kunda beriladi degani emas. Bank kartasiga oladiganlar kartasi, balans va rekvizitlarni tekshiradi. Pochta orqali oladiganlar mahalla va pochta grafikini aniqlaydi. Ishonchnoma. Nogironlik hujjati, karta muddati, manzil o'zgarishi va ushlab qolishlar alohida tekshirilishi kerak. Men sizga tavsiya qilaman. Sentyabr oyida pensiya sanasi odatdagidan farq qilsa, avval to'lov usulingizni tekshiring. Keyin bank yoki pochta bilan bog'laning. Zarur bo'lsa pensiya jamg'armasiga hujjatlar bilan murojaat qiling. Eng muhimi SMS kod, karta paroli va shaxsiy ma'lumotlarni hech kimga bermang. Sizning hududingizda sentyabr oyida pensiya qaysi sanada tushdi yoki pochta qaysi kuni yetkazdi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham o'z hududi bo'yicha solishtirib oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham ulashing. Chunki bu ma'lumot ayniqsa pensioner ota-onalarimiz uchun juda zarur.